Oston Urunov atrofida qizg'in bozor. Eronning mashhur klubi Persepolis safida ajoyib o'yini bilan e'tibor qozongan o'zbekistonlik Venger Oston Urunov atrofida transfer muhokamalari yana avjga chiqmoqda. Mashna Sport Telegram kanali ma'lumotida aytilishicha, futbolchining Rossiya Premyer Ligasi jamoalariga qaytish ehtimoli tobora kuchayyapti. Manbalar ta'kidlashicha, Urunovga bo'ladigan qiziqishning ortganiga uning O'zbekiston milliy terma jamoasidagi ko'zga ko'rinarli o'yinlari sabab bo'lgan. O'tgan oyda bo'lib o'tgan Al-Ayn Cup yarim finalida Misrga qarshi kechgan o'yindagi dubli esa skautlarning diqqatini yanada kuchaytirib, ularning qaydlarida futbolchining jismoniy tayyorgarligi, o'yin oqimiga tez moslashish qobiliyati va raqib jarima hududidagi ishonchli harakatlari alohida qayd etilgan. Qolaversa, Saudiya Arabistonining nufuzli klubi Al-Ahli mutaxassislari ham Urunov o'yinini diqqat bilan kuzata boshlagan. Ular uning individual texnikasi, qo'shimcha tezlanishi va qarshilikka qaramay to'pni nazoratda saqlash qobiliyatini yuqori baholamoqda. Shu bilan birga Rossiya Premyer Ligasi klublari ham jadal suratda faollashib, futbolchi haqida to'liq hisobotlar tayyorlab ulgurgani aytilmoqda. Eng katta nomzodlardan biri sifatida Zenit ko'rsatilmoqda. Klub skautlari Urunovning dribling texnikasi, tezkor burilishlari, raqibni ortda qoldirishdagi mahoratli fintlari hamda tez qaror qabul qilishiga oshufta bo'layotgani aytilmoqda. Ayniqsa tezkor qaror tanlashi va katta zonalarni to'g'ri baholashi ular uchun muhim jihat bo'lgan. Biroq transferga to'siq bo'lib turgan asosiy sabab ham aniq. Persepolis rahbariyati hozircha futbolchini sotish niyatida emas. Klub mutasaddilari Urunovning yaqinlashib kelayotgan jahon chempionatida yanada yuqori saviyada namoyon bo'lishini kutyapti. Agar u musobaqada ham o'zini ko'rsata bilsa, bozor bahosi ancha oshishi mumkin va shu bois ular shoshilmay qulay fursatni kutmoqda. Ma'lumot uchun 24 yoshli Vengerning Eron klubi bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2027-yil yozigacha davom etadi. Bu esa Persepolisga uning transfer narxi bo'yicha muzokaralarda katta ustunlik beradi. Xulosa qilib aytganda, Urunov atrofida transfer bozori tobora qizib boradi. Uning terma jamoadagi o'yinlari, tez o'sishi va katta futbol sahnasidagi imkoniyatlari ko'plab klublarni o'ziga rom etmoqda. Muxlislar esa yaqin oylarda Ostonovning kelajagi borasidagi yangi yangiliklarni kutmoqda.